Hojilarni hoji oshiga boramiz. O'tgan yillar borganimizda taqriban katta to'yxonada qilyapti 250 ta odam. 250 ta odamni har biriga bittadan zamzam suvi, bittadan tasbih, bittadan joy namoz, bittadan do'ppi. U do'ppini kiymaysiz-ku. O'zi razmeri ham to'g'ri kelmaydi uni. U kiyiladigan do'ppi ham emas. Bir. U joy namoz bilmadim. 1 metrlik odamga mo'ljallangan kichkina nima materiallarni qurog'idan tayyorlangan joy namoz masalan. Xuddiki marosimlarda yuradigan ko'ylaklar borki, uni kiyib bo'lmaydi, faqat marosimlar yuradi. O'shanaqa joy namozlar. Bugungi kunda ko'pchilik ana unaqa 33 talik tasbih ishlatmaydi. Ko'pchilik elektron tasbih ishlatadi bugun. Nimaga kerak bunday ko'z bo'yamachilik? Ehson qilmoqchi bo'lsangiz, hammasini yig'ib, bir yetimni hammomini taxlab bering.